Bugun sizlarga yumshoqqina, do'mboqqina bozorda sotiladigan koreyskiy begozilar bilan birga bir o'xshab chiqadigan begozi o'rgatmoqchiman. Tog'orachaga issiq suv solib olamiz. Qo'l kuymaydigan darajada bo'lishi kerak. Bir qoshiq dro'jja, tuz solib yaxshilab dro'jjasini eritib olamiz. Keyin keraklicha un solib, elakdan o'tkazib olamiz unni. Shunda xamirimiz yana ham pishni bo'lib ishib chiqadi. Yumshoqqina, qo'lga yopishmaydigan xamir qovurib olamiz. Xamirni ustini yopib, issiq joyga olib qo'yamiz. Xamirimiz tayyor bo'lguncha markivchi salatimizni qilib, xolodilnikka solib qo'yamiz. Bizga kerak bo'ladi 5-6 ta katta sabzi qizil, 5-6 ta chesnok tyorkadan o'tkazib olamiz. Kerakli pripravalarni solib, tuzini rostlab, ustidan qizigan yog'dan 2-3 qoshiq solib olamiz. Yaxshilab aralashtirib, uksus solamiz. Kim xohlasa soya ham solishi mumkin, xohlamaganlar shart emas. Oxirida ustidan 2 dona qovurilgan piyozimizni solib, yaxshilab aralashtirib, xolodilnikka solib qo'yamiz. Begozilarimiz pishguncha salatimizga ham maza kirib turadi. Endi ichiga nachinkasini qilib olamiz. Bizga kerak bo'ladi go'sht, dumba, 4-5 ta piyoz kattaroq. Hammasini chopperdan o'tkazib olamiz. Bo'lmasa mayda qilib to'g'rasak ham bo'ladi. Karamni tyorkadan o'tkazib olaman. Tuz ziravorlarini solib, yaxshilab aralashtiramiz. Masallig'imiz tayyor. Xamirimiz ham oshib chiqdi. Endi bularni kichkina zolachalarga bo'lib, hammasini ustini yopib qo'yamiz. 10 minutga tindirib qo'yamiz. Shunda yaxshi yoyiladi. Mana tingan xamirlarimizni shu uslubda yoyib, xohlasanglar qo'lda, xohlasanglar menga o'xshab kichkina o'qlovchida yoyib olsanglar ham bo'ladi. Hamma o'ziga qulay uslubda qilsa bo'ladi. Mana shunaqa tarzda bukib olamiz hammasini. Bukkanda qattiqroq bukish kerak, uchlarini yaxshilab siqib, chunki bu birga bir ko'tarilib chiqadi. Marqasqonga solgandan keyin ochilib ketishi mumkin. Listlarimizni yog'lab, shu tarzda terib, yana atrofiga ozgina yog' surib chiqamiz, ko'tarilganda bir-biriga yopishib qolmasligi uchun. Mantiqasqonga muzdek suv solish esdan chiqmasdan muzdek suvga qo'yamiz. Qaynagan suvga qo'yilsa, begozilarimiz unaqa ishib ko'tarilib chiqmaydi. Hammasini tayyorlab olganimizdan keyin baland olovda suv qaynab chiqquncha qo'yamiz. Suv qaynab chiqqandan keyin past olovda 45 minutda pishirib olamiz. Mana begozilarimiz ham tayyor bo'ldi. Boyaga qilgan salatlarimiz bilan, soyalar bilan vashe maza ketadi. Bozordagi begozilar bilan ko'rinish jihatdan birga bir o'xshab chiqadi, lekin ichini nachinkasi sochni bo'ladi. Bitta shu uslubda ham qilib ko'ringlar. Uydagilarga juda ham yoqadi degan umiddaman. Hammaga rahmat.